ayol kishi qachongacha chidash kerak? Nima uchun sizlar faqat ayollarga gapiraverasizlar? Nimaga erga gapirmayapsizlar? Bir masala bo'lyapti. Bir ayol so'rayapti. Domla deyapti, meni erim tuxum pishir dedi. Uyda tuxum pishirdim, lekin tagini kuydirib qo'ydim. Tagini kuydirganim uchun erim meni shunaqa haqorat qildi, shunaqa so'kdiki, endi hozir juda dilim vayron, qalbim jarohatlandi. Men shu uchun erimdan taloq olsam bo'ladimi? Ajrashsam bo'ladimi? deb maslahat so'rayapti. Domla aytayaptiki, sizga deyapti boshqa bir variant aytaman deyapti. Undan ko'ra tezroq tuxumni yaxshiroq pishirishni o'rganib oling deyapti. Masala tushunarli, bir ayol kelib xatosini aytdi, qilgan kamchiligini aytdi, ya'ni keyin erini unga nisbatan reaksiyasini aytyapti va o'rtada bir qaror chiqarish uchun domladan maslahat so'rayapti. Endi domlaning shu bergan javobi muhokama bo'lyapti. Ayol kishi qachongacha chidash kerak? Nima uchun sizlar faqat ayollarga gapiraverasizlar? Nimaga erga gapirmayapsizlar? Sizlar mana shu erga gapirmaganlaring uchun ham ular haddidan oshib ketyapti. Ayollar xo'rlanyapti, zulm ostida qolyapti kabi gaplarni gapirishyapti. Bu masalaga yondashish uchun biz masalani yaxshilab tahlil qilishimiz kerak. Maslahat beruvchi kishi o'zi nimalarga e'tibor berish kerak? Maslahatni o'zi nima deydi? Bir asoslari, tamoyillari nima o'zi? Nimaga suyanib maslahatchi maslahat beradi? Bu narsani ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Birinchi masala. Maslahat kim maslahat so'rayotgan bo'lsa, o'shanga qarab beriladi. Ya'ni maslahat so'ragan kishiga beriladi. Hozir bu yoqdagi maslahat so'rovchi kim? Ayol. So'rab keldi. Demak, maslahat so'rovchi kishi odatda nima bo'ladi? Qarorsiz, ikkilanish orasida bitta yo'lni tanlamoqchi. Demakki, hozir maslahat beruvchi kishining gapiga ergashishga tayyor. Buni maslahat beruvchi odam yaxshi his qilish kerak. His qilib turibdi ham. O'shanga ko'ra nima deyapti u? Birinchi ayolga uzlanayapti. Chunki u yoqda tuzatiladigan va tuzalishga tayyor bo'lib turadigan yoki umuman qarorni qabul qilishga tayyor turgan kishi ayol. Er yo'q. Erta tagiga kuyib ketgan tuxum yo'q. Erta o'sha ayol va reaksiya bor. O'sha ishga ko'rsatilayotgan reaksiya bor. Maslahat beruvchi kishi baholayotgan narsa nima? Ayolning reaksiyasi noto'g'ri bo'layotgani, foyda va zarar o'rtasida muvozanatni saqlay olmayotgani va bu yoqda mas'uliyatni his qilmayotgani. Nimaga bu narsani aytyapmiz? Oddiy masalani deb, qo'lidan keladigan, ozgina harakat qilsa tuzatsa bo'ladigan bir masalani deb, shu narsani orqasidan bo'lgan bir kamchilikka butun boshli oiladan nima qilmoqchi? Voz kechmoqchi. Ikkinchisi aytyapmiz, foyda zararni to'g'ri ola olmayapti. Uchinchisi aytyapmiz, mas'uliyatni his qilmayapti. Shuning uchun domla aytayaptiki unga, sen ajrashishdan ko'ra tuxum pishirishni o'rgan deyapti. Domlaning bu masalasi o'lsang ham chidagin, yashagin emas. Domla aytayapti, buni sababi nima edi? Sababi shumidi? To'g'rilasa bo'ladigan narsa ekan. Tezroq pishir, qutulasan bundan. Lekin buni o'rgana olasan. Lekin taloq ertaga tushsa, hozir ajrashishga qaror qilsang, bu yo'lda orqaga qaytish bo'lmasligi mumkin. Odatda shunaqa bo'ladi. Orqaga qaytish bo'lmasligi mumkin. O'shanda bu ayol kichkina bir masalani qarshisida katta bir yomon oqibatlarni mas'uliyatsiz bo'lgan holda o'z zimmasiga olishga qaror qilib turgan bo'ladi. Ikkinchisi, endi xuddi shu masalani boshqa tarafdan qaraymiz. Bu masalaga hozir reaksiya bildirayotganlar ichida ijtimoiy tarmoqlarda xosatan ayollar yozyaptiki, mana yana ayol aybdor bo'ldi. Mana yana ayol yomon, mana yana ayol chidash kerak. Nima erkakga gapirmayapsizlar? Yo'q. Yana qaytarib aytamiz, bu yoqda erkak yo'q. Chunki bu yoqda erkakga gapirishdan foyda yo'q. Yo'q odamga qanday gapirasiz? O'shaning uchun biz meni boshqa joydan mayli qaraymiz. Agar bu savolni erkak so'rab kelsa, men ayolim tuxumni yaxshi pishira olmagani uchun so'kdim. Haqorat qildim. Butun boshda ikkita tuxumni rasvo qildi. Tagini kuydirdi desaga biz nima deymiz unga? Domla nima derdi? Seni hushing joyidami? Odamni ko'yni qaytdi, tuxum qaytdi. Bir ayol sen uchun bor buddan voz kechib, ya'ni oilasidan voz kechib, ota-onasidan voz kechib, qo'pol qilayotganda voz kechib, ya'ni uni bag'ridan chiqib seni oldinga kelib xizmatingni qilsa, ikkita tuxum uchun shuncha qildingmi? Ikkita tuxum uchun bir odamni ko'ynini sindirdingmi, ayolni ko'ynini sindirdingmi? Qanaqa nima degan gap bu? Qanaqa erkaksan shu vaqtda o'zingni qo'lga ola olmasang, hissiyotingni qo'lga ola olmasang? Ikkita tuxum joyida shunchalik tursan, hayotda katta-katta masalalar oldida qanday tutasan o'zingni? deb erkakni koyigan bo'lardik. Lekin bu yoqda u erkak yo'q. Erkak shu masalani so'rab kelsa, erkakni mas'uliyatga chaqiramiz. Sen qo'pol qilding, sen uslubda xato qilding, yumshoqroq bo'l,
o'rgat, mehribon bo'l, oldida turib ber, o'zing qilib ko'rsat deb bu narsalarni erkakka aytamiz. His tuyg'ularingni jilovlashni o'rgan, arzimagan narsani ishla beqaror bir xatti-harakatlar qilaverma deb erkak kishiga gapirgan bo'lamiz. Bu yerda agar shunday bo'lgan taqdirda erkaklarga nima qilamiz? Uni g'azabini yumshatishdi. Aslida ustuvor masala bu yerda ayolni ko'nglini olish yoki bo'lmasa oilani saqlab qolish ekanini tushuntirgan bo'ladi. Mana shu joyda shu yondashuvimiz adolatdanmi agar mana shu aynan adolat bo'ladi. Chunki adolat ko'pchilik o'ylaydi tenglikda deydi. Adolat tenglikda emas. Adolat har bir kishi uchun o'ziga yarasha mas'uliyatini yuklashda bo'ladi. Har bir kishiga o'ziga yarasha mas'uliyat yuklash adolat. Tenglik adolat emas u. Masalan, 10 kilo yukni olib, 2 kishining yelkasiga oilada 5 kilodan shunday yuklamaymiz biz. Chunki bir tomonni toqati 7 kilo ko'taradi, bir tomonni toqati misol 2 kilo ko'taradi, undan oshiq ko'tara olmaydi. Adolat bunga o'zi ko'tarolguncha beramiz, bunga o'zi ko'tarilgancha beramiz. Mana shu joyda ham xuddi shunaqa. Ayolga o'zi ko'tarilgancha maslahat beramiz yoki bir mas'uliyatni eslatamiz, erkakka ham o'zi ko'tarilgancha maslahat va mas'uliyatni yuklaymiz. Shunga ko'ra maslahat beruvchi kishi bir tamoyilga amal qilish kerak, bir asosga amal qilish kerakki, maslahat berayotganda siz ayolparast bo'lmang, siz erkakparast bo'lmang. Siz qanaqadir g'oyalar uchun parastlik qilmang. Siz haqiqatparast bo'ling, siz adolatparast bo'ling. Siz shu joyda insofparast bo'ling. O'rtada kimga nima yuk tushayotgan bo'lsa, kimda nimani hisobga olish kerak bo'lsa, nimaga yon berish kerak bo'lsa, shularni hisobga olib maslahat berishingiz lozim bo'ladi.